Assalomu alaykum, hurmatli go'zallarim. Bugun sizlar bilan ichki yog'larni eritadigan, metabolizmni tezlashtirib, kuchli qabziyatni oldini oladigan super mahsulot tayyorlaymiz, ozdiruvchi mahsulot. Bu uchun kivi, limon, chia urug'lari kerak bo'ladi. Qizlar, agar sizning kivida allergiyangiz bo'lsa, sizga yeyish mumkin emas. Kimda kuchli allergiya bo'lsa, umuman buni yeyishni tavsiya bermayman. Endi boshlaymiz. Bizlarning bilan ishlaydigan ishimiz cho'qlardan ajratib olamiz. Chia bilan kivini aralashtirib iste'mol qilsangiz nima bo'ladi? Yog'laringiz shunaqangi erishib boshlaydi, metabolizm shunaqangi tez bo'lib, sizda ishtaha o'z-o'zidan bloklanish boshlaydi. Bloklansa, bilasiz, kam kilokaloriya ovqat iste'mol qilasiz. Ichki yog'lar shunaqangi eriydi, otsoklar yo'qoladi bir kunga. Metabolizm tezlashadi. Sizda o'z-o'zidan kayfiyat ko'tarilish, stresslar o'z-o'zidan pasayadi, tanada kuchli metabolizm ishlashni boshlaydi. Qizlar, hozir bu syomka jarayoni, men buni mana shunaqa shaklda tayyorladim va ustini yopaman deb, ustini yopib bir kechaga qo'yaman. Mana ustini yopib bir kechaga qo'yaman va ertalab uyg'onishim bilan 250 gram suv choy ichaman deb, ertalabki och qorinda mana shu narsani iste'mol qilaman. Bo'ldi, boshqa hech narsa yemayman. Kun davomida sizga to'qlik hissini beradi. Ichaklar tozalanadi-da. Roza olamiz-u, hech narsa kun davomida iste'mol qilmaymiz-u. Bu xuddi shunaqa o'xshagan narsa. Xuddi roza tutgandek, shu narsani iste'mol qilasiz. Obedda suyuq ovqat yeysiz, salat, ko'katga boy bo'lgan qaromli salat yeysiz. Keyin kechki ovqat o'rnida faqat mana shuni iste'mol qilasiz. Davomiyligi 3 kun. Eslatib o'taman. Sizda allergiya bo'lsa, umuman yeyish mumkin emas. Emizikli ayollarimizga ham, homilador ayollarimizga ham mumkin emas. Boshqa ayollarga buni bemalol iste'mol qilish mumkin. Agar siz mana YouTubedan ko'rayotgan bo'lsangiz, pastda havola bor, bosib ro'yxatdan o'ting. Agar siz mana saytdan ko'rayotgan bo'lsangiz, shu yerda ro'yxatdan o'tish uchun tugma chiqadi, shu tugmani bosib ro'yxatdan o'ting. Osilgan qorin, atrofdagi yog'lar erishni boshlaydi. Xuddi siz yog'ni gazni ustiga qo'yib o'sha yog'ni eritasiz-ku, yog'ingizni xuddi shu darajada eritishga xizmat qiladi. Shunaqangi ta'mi zo'r. Nordon. Ishtahani pram bo'lib tashlaydi. Bilasiz, ishtahangiz bo'lsa, hech narsa yegiz kelmaydi. Va o'z-o'zidan ozishni boshlaysizlar. Endi ko'pchilik aytadi-da, shirinlikka bo'lgan talabim juda ham kuchli-da. Xohlayman shirinlik yemaslikni, lekin organizm talab qiladi deysizlar-ku. Mana shu narsa, ishoning, sizni shirinlikka bo'lgan ehtiyojingizni shunaqangi bloklab tashlaydi. Agar siz bir kunda organizmga shakarni bermasangiz nima bo'ladi? Otsoklar ketadi, ichki yog'lar erishni boshlaydi, metabolizm yaxshilanadi va siz ozish jarayoni tezlashga yordam beradi. Bu aynan bu narsa. Men Guli Ochilovna 6 yillik tajribaga ega ongli ozish bo'yicha ekspertman. Bilaman, keling sizlar bilan yaqindan ozginagina suhbatlashamiz. Ozish uchun nimalar qildingiz? Ko'p narsa qildingiz, to'g'rimi? Gormonlarga topshirdingiz, gormonlarni to'g'irlash uchun dorilar ichdingiz, dieta qildingiz, dori kokteyllar ichdingiz, qanaqadir zallarga chiqib, qanaqadir dieta turlari bilan ham ozishga harakat qildingiz. Kechki payt tamom kechki ovqatlarni yeyishdan voz kechdingiz, lekin natija siz kutgan natija bo'lmadi. Aslida siz juda ham to'g'ri harakat qilgansiz, endi o'zingizcha harakat qilgansiz, lekin siz asosiy ongingiz bilan ishlamagansiz. Inson ozish uchun 3 ta narsaga tayyor bo'lishi kerak. Ongli ravishda, jismonan va ruhan. Siz faqat harakat qilgansiz, ruhan, jismonan harakat qilgansiz, ongli ravishda ozishni o'zingizga bermagansiz. Men aynan 42 kilogramm vazn yo'qotib, ongli ravishda o'zimni ozdirganman. 6 yildan beri 16 mingdan ortiq insonlarga ongli ozish texnikalarim asosida ularni sog'lom ozdirib kelyapman. Aslida siz hamma narsa yeb turgan holatda, me'yorda, joy-joyda, kechki ovqatlardan voz kechmasdan, shirinliklardan voz kechmasdan ozsangiz bo'ladi. Faqat ong osti bilan ishlagan holatda. Men o'zimni ongli ozish marafonimga inshaalloh start beraman. Ishoning, siz aslida hech qanaqa harakatlarsiz ham pulingizni tejagan holatda ongli ravishda ozishingiz mumkin. Bu juda ham oson. Bu uchun siz mana ongli ozish marafonimga qo'shilishingiz kerak. Men ongli ozish bo'yicha kuchli ma'lumotlarimni beraman va sizni ongli ozish marafonimga kutib qolaman. Agar siz mana YouTubedan ko'rayotgan bo'lsangiz, pastda havola bor, bosib ro'yxatdan o'ting. Agar siz mana saytdan ko'rayotgan bo'lsangiz, shu yerda ro'yxatdan o'tish uchun tugma chiqadi, shu tugmani bosib ro'yxatdan o'ting.